Otaga vijdonan qarasa inson yig'lagisi keladi. Vijdonan bir qarab ko'ringda, bitta joni. Qarang, bitta joni. Xotinni boqish kerak. O'g'ilni boqish kerak, qizni boqish kerak. Yoshroq uylab qo'ysa, kelinni ham boqish kerak-da. Nevaralarni boqish kerak. Bitta joni. Bitta kosa ovqatga qonni to'yadi-yu, kechasi-yu, kunduzi dard, g'am, alam, tashvishi ro'zg'orda bechora. Qarab ko'zimizni oldiga keltiraylik-da. Ota o'zi kim? Ota bu hali uylanmasdan turib, farzand ko'rsam shu ismni qo'yaman deb orzu qilgan zot ota bo'ladi. O'ylamang, ba'zi bir odam aytar ekan bolalar, dadam yaxshi ko'rmaydi. Yo'q, yaxshi ko'radi. Onadan kam yaxshi ko'rmaydi, ortiq ko'rsa ko'radiki, kam yaxshi ko'rmaydi. Chunki yaxshi ko'rmasa olib kelmaysan. Tashab kelasan o'sha yerga, arizani o'zim yozaman, bolalar uyiga topshirib yuboraman desa, ha, onamiz olib keladi. Yaxshi ko'rishini qarangki, onamizni to'lg'oq tutyapti-yu, onamiz xonada bo'lsa, otamiz-chi desa, otamiz doktorxonaning eshigini tagida. Shirin uyqusini harom qilib, yumshoq to'shagu bolishini tark qilib, doktorxonaning eshigini tagida tun kechasi bo'lsa, tong otgungacha mijja qoqmasdan yurib chiqib, yurganda ham, ey Robbim, ayolimni va kelayotgan farzandimni salomat qilgin deb Xudoga nola qilib, iltijo qilib, yig'lagan ham shu dada bo'ladi. Yaxshi ko'rar ekanmi? Yaxshi ko'rsa tug'ib olib kelaver. Agar olib kelsang desa nimadirdi? Ona uxlamasa, ota ham uxlamayapti-da. Ona uxlamasa, ota ham uxlamayapti-da. Endi tong otdi-yu, doktorlar xabar chiqarishdi. Farzand ko'rdingiz. Qarang, farzand ko'rdingiz. Otadan ko'ra xursand inson yo'q-da, qarang. Otadan ko'ra. Ota bo'ldim. Ayniqsa o'g'il. Siz biz o'g'il bizda. O'g'il. Otani xursandchiligini qarang. 3 kun o'tdi-yu, onamiz ko'tarib keldilar-da. Dadasiga qo'liga beradi. Dadasi qarang, xuddi sizga o'xshaydi desa, o'ziga o'xshatgan shu dada bo'ladi. 3 kunlik qip-qizil go'sht bilan katta odam o'xshaydimi? Endi qo'liga ushadi-da, o'ziga o'xshatgandan keyin ota farzanddan nimalarni umid qiluvdi-kin, ha? Nimalarni orzu qiluvdi-kin? Shu joyda bitta savol. Kim o'ylagan, kim bir o'ziga o'zi aytgan, otam mendan nimani o'ylovdi-kin? Nimani orzu qiluvdi-kin? Nimani umid qiluvdi-kin? Men farzand bo'lib otamni orzusiga yetkazaldimmi deb hech o'ylaganmizmi? Chunki bir inson bir daraxtni ekar ekan, haligi daraxtdan nimanidir umid qiladi-da. Mevasini umid qiladi. Daraxt ko'chat olib kelib, hech parvo qilayotgan dadani ko'rganmisiz? Ha, bu boshqacha meva, boshqacha daraxt. Bir o'rik bo'lsin, subhona bo'lsin, abrikos bo'lsin deydi. Achchig'i chiqib qolsa nima qiladi? Achchig'idan chiqib qolsa aralab tashlaydi. Siz u bizdan bitta daraxtki ekkan ota bir narsani umid qilganda, siz u biz chaqaloqni ushab turganda umid qilmaydi deb o'ylaysizmi? Orzu qilib o'ylamaydi deb o'ylaysizmi? O'sha orzusiga yetdimikan? O'sha umidiga yetdimikan? O'sha o'ylagan o'yiga yetdimikan? U daraxtku aralab tashlayapti. Otani mehrini qarang. O'zi o'ylagan narsaga, o'zi umid qilgan narsaga yetmasa ham bolam deydi bechora. Haydab yormaydi, bor yo'qoldi deydi. Agar bor yo'qoldi haydasa ham kechasi ilha bo'ladi, qayerda yotibdi-ekan, qayerda turibdi-ekan,
nima yediki na deb ilhaq bo'ladi. Ota kim desa, ota bu o'zi yemay yedirgan, o'zi kiymay kiydirgan, o'zi yashamagan imoratni farzandiga sharoit bo'lsin deb qurib bergan zot ota bo'ladi. Bitta joniga Rossiyada ishlaganiga nima deysiz? Ha desa qiz chiqarish kerak. Ha desa o'g'il uylash kerak. Bitta joni. Endi qarangki, shu ota charchadi, shu ota qaridi, qo'lidan ketdi kuch, cho'ntaydan pul ketdi, belidan quvvat, ko'zidan nur ketdi-yu, endi bola bo'lib nima qilyapmiz? Qarang, bola bo'lib nima qilyapmiz?